Bizni tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigara chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada, men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyning fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga whitebox holatda uy olib qo'yibman. Dada, araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada, o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali, tez-tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada, men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Opam, bolangizni bo'ynisini diyo. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Qulog'im kirib ketibdimi? Shu qo'lni kim tigi yomonda? Jangga aytaman, choptirib yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Gektor shunda bo'zda oldi-da. Yo'q, ana qo'rqmasga o'tdi. Bakir iting nima qilay, kallasini olvoraymi? Ol itingni. Qo'shni damkirat yo'qmi? Mashina balonni qo'yib yubordi. Qanaqa damkirat? Almashtiring. Bo'ldi, rahmat. Qo'shni qanaqa shina ishlatyapsiz mashinaga? Ha, o'zimizni barchinalarni ishlatyapman-da. Jahon standartlariga ham javob beradi. Yamalarni-chi ko'rdim nimasida o'tib ketadi. Ammo yomonini ishlatyapsiz ekan-da. Charchamang qo'shni. Rahmat. Yo'q, qo'rqmas, haqiqatan kuchli, ha? Hech narsadan qo'rqmaydi. Kakiras kelib qolding, kar topgani bor-ku. Mana motor. Hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz, qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir, hozir she'r aytgan chiqasan, esingdami? Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar, bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsda big'illatmaymizmi? Qo'yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. estaladi endi, nima deysizlar? Bolalar, mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi Vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib lut qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Xavotir olma, Vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Aka, toza tabiat olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka, ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang, chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Oy, ona arini qilib kelishdi. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan-ku. Bolangizga hunarab o'rgatay demaysiz. Qachon sportga boring,
Dada, Ana, daydingiz keldi. dada daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldimga tush. Sportga beraman sen. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti.